Assalomu alaykum, hurmatli agrar soha mutaxassislari. Mana biz bugun Alfa Agro jamoasi Toshkent viloyati Zangiota tumanida bo'lib turibmiz. Bu yerda Alfa Agro jamoasining, Alfa Agro kompaniyasining Rocky F1 o'sha ko'pchilik yaxshi biladigan kalta bodring gibridi ekilgan. Endi siz ko'rib turibsiz, mana bu yerda ortiqcha izohga hech qanday hojat yo'q. Juda serhosil gibrid. Hozir mana shu bodringni yetishtirgan, e'tibor qiling azizlar, ayol kishi fermerimiz. Hozir o'zlaridan ikki og'iz fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum Xolida opa, sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Xolida opa, hozir mana dehqonchiligingizni ko'rib ochib havas qildik. Juda ham chiroyli, barakali hosil. Endi bizani kanalimizdan kuzatuvchilarni ba'zi bir savollar qiziqtiradi. Shular haqida ikki og'iz so'rasam. Mana shu Rocky F1 gibridi niholchalarini issiqxonaga qachon ekkansiz? 1-fevral kuni. Fevralni boshida. Ha. Hozir aprelni boshi, taxminan 2 oy bo'lgan demak. Ha, 2 oy bo'ldi. 2 oy davomida misol uchun necha kunda hosilga kirdi, taxminan necha marta hosil terdingiz, shularni esla olasizmi? 10 martadan oshiq terdim. 10 martadan oshiq hosil tergansiz, juda ham yaxshi. Necha kunda hosilga kirdi shunda? Birinchi terim misol uchun qachon qilganingizni esla olasizmi? 1 oyda terishni boshladim. Boshida ozgina chiqdi-da. 30 kilo, 20 kilodan boshlab hozir 100 kilodan ko'p teryapman. Barakasini bersin, yaxshi. Bu hozir issiqxonamizning maydoni qancha? 3,5 sotik. 3,5 sotik. Nechta tub niholcha ekilgan 3,5 sotikka? 1200 ta. 1200 ta. Juda ham yaxshi. Hozir mana ahamiyat berdim. Juda ham har bitta bo'g'inlarda 3 ta 4 talab hosillari bor. Juda ham yaxshi parvarish qilinishlari. Endi mana shu jarayonda misol uchun oziqlantirish tartibi yoki kasalliklarga, zararkunandalarga kurash tartiblarida asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Shular haqida qisqacha o'zingiz tajribangizni bo'lishsangiz. Bodring juda ham serhosil bu sorti, menga yoqadi. Bitta shu anaqa shiradan asrash kerak-da, shira tushib ketishdan asrab dorilarni vaqtida berib tursa, shunaqa ko'p hosil, serhosil bodringman. Har yili shu bodringdan foydalanib ekaman. Endi hozir juda ham yaxshi fikr etdingiz. O'zi asosan agronomiyada birinchi bo'lib issiqxonada zararkunandaga qarshi kurashiladi. Birinchi har qanday agronom ham so'raydi, zararkunanda yo'qmi deb. Agar zararkunanda bo'lmasa, undan keyin kasallikka qarshi kurashiladi. Ana undan keyin oziqlantirish tartibi, o'sha oziqa elementlari yetishmayotgan bo'lsa, oziqa beriladi. To'g'ri qilgansiz, men fikringizga qo'shilaman. Birinchi o'rinda o'sha zararkunandalardan himoyalab to'g'ri qilgansiz. Hozir barglarini ham ko'rib turibmiz. Mana toza, yaxshi. Kasallik alomatlari yo'q yoki zararkunanda o'sha trips yoki boshqa o'sha o'rgimchakini chaqish alomatlari yo'q. Albatta fikrlaringizga qo'shilaman. Endi Xolida opa, umuman olganda mana shu Rocky F1 gibridi haqida fikrlaringiz, boshqa dehqonlarga yoki bo'lmasam qanaqa bodring eksam ekan deb yurgan dehqonlarga qanaqa tavsiyalaringiz, fikrlaringiz bor mana shu gibrid haqida? Menga bu sort yoqqaniga 3 yil bo'lyapti. Chunki orada boshqa sortlar ham ekib ko'rdim, lekin bunchalik serhosil emas. Buni hosillarini ko'ryapsiz, mana bitta shoxdan shona bo'ladi-ku, har bitta shona 10 tadan oshib ham soladi-da bu. Menga shu afzalliklari yoqqan. Asosiysi o'sha serhosilligi sizga ma'qul. Serhosil, ham mazasi ham shirin, ana uzun bodringga o'xshab bemaza emas. Juda ham har tomonlama qulay bo'lgani uchun bozorbop ham yegan odam ham anaqa maqtaydi-da. Yaxshi juda ham. O'shaning uchun 3 yildan beri shu bodringni ekib kelyapman. Demak, sizga ma'qul bu Rocky F1 gibridi, to'g'rimi? Ha, ma'qul. Boshqalarga ham ekishligini tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilaman, juda ham zo'r. Aytaman, har yili ekaman. Serhosil, hosillari yaxshi bo'ladi. Rahmat Xolida opa, fikrlaringiz uchun. Salomat bo'ling, dehqonchilikni barakasini bersin. Xo'p, rahmat sizga. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, mana Rocky F1 gibridida ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda mana
issiqxonaning yuqori qismiga yetib borgan poyalar o'suv nuqtasi to'xtatilgan. Bu ham o'z navbatida juda muhim agrotexnik tadbir hisoblanadi. Bilamizki, o'sha o'suv nuqtasi to'xtatilgandan keyin bodring bor kuchini hosilni rivojlantirishga beradi. Mana shu bodringni narxi yaxshi vaqtida yoki bo'lmasam o'sha talab kuchli bo'lgan vaqtda Rocky gibridini mana shunday boshqarish imkoniyati ham mavjud. Ya'ni o'suv nuqtasi to'xtatilgandan keyin hosildorlik keskin ortib ketadi va o'sha qancha yaxshi oziqa bersangiz, shuncha hosilni rivojlantirishda davom etadi. Bitta bo'g'imida ko'rib turibsizlar, mana ham bo'g'im oralari yaqin va juda ham ko'p hosil shonalarini chiqargan. Endi albatta o'suv nuqtasini to'xtatish shart degan fikrga kelib qolish kerak emas. Bu yerda o'sha bu bozorga qarab, bodringni talabiga qarab mana shunday boshqarish imkoniyati ham mavjud o'simlikni. Kimdadir issiqxona baland, sharoit yaxshi bo'lsa, bemalol o'suv nuqtasini to'xtatmasdan ham, ya'ni o'sha o'suv nuqtasini kesmasdan turib ham hosil olishda davom etishi mumkin. Yana simdan qaytarib tushirishi ham mumkin. Keyin hurmatli dehqonlarimizda fikr bo'lish kerak emaski, o'suv nuqtasi to'xtatilgandan keyin o'simlik o'sishdan to'xtaydi. Yo'q. Rocky gibridida o'suv nuqtasi to'xtatilgandan keyin mana ko'rib turibsiz, juda ham yaxshi hosil shonalari, zich shonalarni chiqargan. Bularni yetiltirib olgandan keyin o'sha yaxshi talabgir vaqtida hosilni yetiltirgandan keyin yon bachkinovda deymiz, o'sha yon shoxidan yana davom ettirib simdan qaytarib tushirish ham mumkin. Mana shu muhim bir agrotexnik tadbirni ham endi ko'pchiligimiz bilamiz, yana bir o'sha yodinglarga solishga qaror qildik. Mana ko'rib turibsiz hosillarni. Rocky F1 gibridi ekishingizni tavsiya qilib qolamiz.